Pomir to'glarining baland cho'qqilari orasida unda Rustam ismli bir odam yashardi. O'sha kundan keyin Rustam 5 yoshli qizi Gulnoz bilan yolg'iz qoldi. U butun umrini qizini tarbiyalashga bag'ishladi. Sen mening hamma narsamsan Gulnoz. Har kecha Rustam Gulnozga ertak aytib berardi. Qiz kichkina qo'llari bilan otasining bo'yniga o'sha o'tinglardi. Bir bor ekan, bir yo'q kampara Rustola mehribon ota va Gulnoz mehribon qiz yashar ekan. Maktabga ketish vaqti keldi Gulnoz. Ha, dad, men tayyor. Bugun seni sevimli shirinliklar bilan ajablantiraman. Mana Gulnoz olib keldim. Voy rahmat dada, kelama. Sen mening yagona umidimsan. Rahmat dada. Yillar o'tib Gulnoz 18 yoshga kirdi. U go'zal qiz bo'lib ulg'aydi. Uzun qora sochlari, katta qora ko'zlari har kimni maftun etardi. Qishloq yigitlari Gulnozga sovchilik qilishardi. Lekin u har doim men hali tayyor emasman deb rad etardi. Rustam bu holatdan ichida xursand bo'lardi. Ammo o'z yuragida yangi tuyg'ulardan qo'rqardi. U Gulnozni endi faqat qiz sifatida emas, balki ayol sifatida ham ko'ra boshlagan edi. Kechalari Gulnoz qo'shnixonada qo'shiq aytganda Rustamning yuragi tez urardi. U ko'zlarini yumib, o'zini gunohkor his qilardi. Issiq yoz kunlaridan birida ular Surg'ib daryosi bo'yiga bordilar. Qani keling suvga tushamiz. Ha, ajoyib fikr. Oyoqlarini sovuq suvga botirib o'tirishardi. Shunday qilib, Ota, men hammadan qo'rqaman. Faqat sendan qo'rqmayman. Men seni himoya qilaman bolam. Sen meni chin dildan sevishingni bilaman. Men seni nafaqat ota sifatida, balki erkak sifatida ham sevaman. Rustam, men seni sevaman. men ham seni shunday sevaman Gulnoz. O'sha kecha ular bir-birlarini faqat quchoqlab yig'lashdi. Hech qanday boshqa narsa bo'lmadi. Faqat sevgi va qo'rquv aralash edi. Men seni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni azizim. Keyingi kunlarda ularning munosabati asta-sekin o'zgardi. Ha, bu yo'g'och uy ularning yashirin maskaniga aylandi. Va bu o'zgarish ularni yaqinlashtirdi. Gulnoz, seni o'ta mehriman, erkak ishtiyoqi bilan ham sevaman. Rustam, men ham seni chin dildan sevaman, hurmat qilaman. Seni shunday sevish baxtning o'zi. Bu sevgi bizni abadiy birga qiladi. Bir necha yil davomida ular qishloqda sir saqlashdi. Ba'zilar shubhalanardi, lekin hech kim aniq bilmasdi. Sirimizni saqlaymiz. Yashirin yashash endi qiyin. Ha, to'g'ri, uyni sotamiz. Dushanbaga tushamiz-mi? Gulnoz 26 yoshga kirgan do'st qaror qilishdi. Rustam uyini sotib, Dushanbaga chay. Dushanbeda hech kim ularni tanimasdi. Ular yangi hayot boshlashdi. Gulnoz, bu senga. Sen har doim deding, endi mening yerimsan. Men ikkalangni ham sevaman. Men ham seni sevaman. Xavotir olma Gulnoz, men seni himoya qilaman. Rahmat Rustam, sen bilan men baxtiman. Bu yerda biz o'z uyimizni qurdik. Men universitetda o'qishni davom ettiraman. Men ishlayman, biz birga bo'lamiz. Sevaman seni. Yana bir kecha sevgim. Har kecha shunday. Boshingni yelkamga qo'y Gulnoz. Sen bilan har doim yozaman. Meni eng baxtli odam qilding. Men otadan ham, erdan ham sevgi o'rgandim. Bu ikki sevgi bitta yurakda joy oldi. Ba'zan ular eski qishloqqa o'sha daryo bo'yiga qaytishadi. Sevgi boshlan joyda bir-birlarini bosmon qarshadi. Dunyo ularni qoralashi mumkin sevsa chinabada edi. Gulnoz. Olma daraxtlari tagiga yugurmaylik. U yer xavfli. Nega? Ne olacak? İkimize de izledim var. Alişe! Buraya bakalım. Har kecha shu dasturxon atrofida o'tirib, sizlar qagat bo'ladi. Aka, nega uylanmaysiz? Hali vaqti emas Gulnoz. Lekin qizlar sizni yoqtirishadi. Bilaman, ammo shoshilmayapman. Qanday o'ylansam bo'ladi Gulnoz? Har qanday qizni sen bilan solishtiraman. Sen mening uchun hamma narsasan. Men seni sevaman. Singil sifatida emas,
hayotimni to'ldiradigan ayol sifatida. Ammo hammasi bir yomg'irli kechada o'zgardi. Otasining mashinasi tog' yo'lida ag'darildi. Ikkovlari ham dunyodan ko'z yumdi. Alishar o'sha payt 18 yoshda, Gulnoz 16 yoshda edi. O'sha kundan boshlab butun uy mas'uliyati Alisherning zimmasiga tushdi. Dalani sug'ordi, qo'ylarni boqdi, Gulnozni maktabga olib bordi keldi. Yillar o'tdi. Gulnoz Milliy universitetning filologiya fakultetiga o'qishga kirdi. Alisher shaharda qurilish kompaniyasida muhandis bo'lib ishlardi. Assalomu alaykum. Nikoh o'qimoqdamiz. Gulnoz, rozimisiz? Ha, roziman. Alisher, rozimisiz? Ha, roziman. Nikohingiz qabul bo'ldi. Muborak. Vaqtliman. Ahmad, Malika, sekinroq o'ynanglar azizlarim. Ularning quvnuligi bizni baxtli qiladi, Gulnoz. Agar butun dunyo bizni qo'ralasa ham, men hech qachon pushaymon emasman. Bu muhabbat bizni yo'q qilmadi, balki tiriltirdi. Men ham Alisemi daraxtida tushgan kundan beri. Men ham seni sevaman, Gulnoz. Hech kim bilmasligi kerak Ha, bu bizning sirimiz. va abadiy saqlanadi. Alisher bilan Gulnoz universitetni tugatgach, Toshkentga ko'chib ketishdi eshitdim. Ha, kichik tinch o'g'linga yashashasa podola. Sizlarning bu yashirin nikohingizni bilib qoldim. Bu oilamizga sharmandalik. Amaki, biz Rossiyaga ketamizmi?